Nosozligi sababli Yuji ancha-muncha narsani tushunib ola qoldi va endi buni asosda qo'llash kerak. Oddiy panda hozir gorillaga aylandi. Garinda. Mizusi haqida Yusufa. Qani ketdik. Mizusining eng yoqtirgan animesi bu Jodugarlar jangi. Va Jodugarlar jangidagi Gojo Satoru eng yoqtirgan personajlardan biri va u juda kuchli. Va ularni Instagram va Telegram kanallari bor. Mizusining eng katta maqsadi bu Yaponiyaga borish. Mizusining kanali 2023-yilda YouTubedan ro'yxatdan o'tgan. Mizusining YouTube kanali Yaponiya shtatlaridan ochilgan. Mizusining kanali 6 milliondan oshiq ko'rishlarga ega. Hozirda Mizusining kanalida 40 mingtadan oshiq obunachilari bor. Hozirda Mizusining kanalida 107 dona video joylangan. Mizusi kanalida eng mashhurlikka erishgan videolari. Mizusi kanali eng birinchi qo'yilgan va eng eski videolar. Mizusi kanaliga 2024-yildan beri video joylab keladi. Va ular doim video boshida konnichiwa deb eslaydilar. Va ularning kanalida Danadan, Arodan va boshqa animelarning tahlillar ko'proq chiqadi. Mizusi har bir videolar uchun ko'p mehnat qiladi. Mizusiga Gojo'ni yoqqan jihatlari. Gojo juda tartibli va juda zamonaviy kiyinadi. U juda kuchli va juda ko'p odamlarga yoqadi. Uni eng kuchli qobiliyatlari esa chegara kengaytirish yoki cheksiz bo'shliqlik. Ya'ni bu degani cheksiz bo'shliq unga tushgan ta'sirida odam esa hech nima qila olmaydi, ya'ni qotib qoladi. Bundan foydalangan Gojo esa juda kuchli zarar beradi. Unga chap bera olmaydi. Sababi cheksizlikda qolib ketgan bo'ladi. Bunaqa kuchga Gojo Saturunni yoqtirib yuboradi. Ya'ni Mizusi yoqqan personaj Gojo Saturun. Albatta, Gojo Saturun juda kuchli, juda aqlli, jangovar qobiliyati juda yuqori bo'lgan personaj. Mizusi kanalidagi eng mashhur shortslari ketma-ket 30 ga ega bo'lgan. Mizusi kanalida faqat Gojo Saturun emas, balki animega doir barcha serial yoki ba'zida o'yinlar ham o'ynab turadi. Ya'ni ko'pincha anime seriallarini tahlil qilib chiqadilar. Ya'ni misol uchun Arodam yoki Jodugarlar jangi yoki Solo Leveling va hokazo va Danadan tahlil qiladilar va ovozlashtiradilar. Ularning shortslari ham animega doir, ya'ni turlicha, faqat bir xil mavzuda emas. Ya'ni bir xil anime mavzusida emas. Kanallar sizin uchun ham rekomendatsiyaga chiqqan deb o'ylayman. Mizusi hatto mangalarimga ham obuna bo'lganlar. Afsuski Mizusining ismi va qaysi viloyatdan ekanligi va hozirda ularning yoshi nechidaligi ma'lumot topa olmadim. Sizlar kutgandek, lekin afsuski topolmaganim uchun, ya'ni ma'lumot kamligidan. Afsus, lekin ular anime muxlislarini juda hurmat qiladilar. Ya'ni o'zlarining obunachilarini va boshqa anime muxlislarini. Ularga eng ko'p yoqadigan animelar turlari, ya'ni Jodugarlar jangi 1-o'rinda, Arodam 2-o'rinda, 3-o'rinda Solo Leveling, 4-o'rinda Danadan, 5-o'rinda Titanlar jangi va qolganlari. Lekin baribir ularga 1-o'rinda turadigan serial bu Jodugarlar jangi. Va bu jang, ya'ni bu
serial Jodugarlar jangi juda zo'r anime deb tan olingan. Bu yerdagi eng zo'r urushlar va eng zo'r aksiyon va eng zo'r vaziyatlar. Ya'ni bu yerda Gojo Satoru eng muhim rollar, birinchi rollardan biri. Medusaga shuning uchun ham yaxshi kerak deb o'ylayman. Jodugarlar jangidagi yaxshi rolda birinchi rolda Gojo Satoru, ikkinchi rolda esa Sakuna yovuz rolida. Ular albatta zo'r ishlangan va menga shu taraflama va boshqalarga shu taraflama yoqqan deb o'ylayman. Ya'ni so'nggi jangda Gojo Satoru Sakunaning yigiri, ya'ni aura kartasi bilan. Bu jang juda mashhur bo'ladi, Medusa va boshqalarga juda yoqadi. Sababi ya'ni bu anime seriali juda zo'r ishlangan. Chunki bunga ko'rmaydigan har bitta mehnatni rohatadi va Medusaning ko'p videolariga juda ko'p vaqt. Menimcha bitta video uchun 3-4 kun qilsa kerak. Ya'ni video sifati uchun jabran bo'lsa undan keladigan ham shuncha zo'r bo'ladi. Yo'qida obunachilar mas uchun bo'lgan harakat qiladi. Men har bitta videosi uchun ko'p vaqt ketishini bilaman. YouTube subsidiyaga qo'yib beradilar. YouTube'ga video qo'yish yo'qida sifatli kontent qo'ymas. Buni har kim ham qila olmaydi. Lekin sabr kuch bilan qilgan ish doimasini beradi. Bu bilan demoqchiman, siz lekin sifatli bo'lmasa, ya'ni doim sifatli bo'lishi kerak. YouTube sizni rekomendatsiyaga chiqaradi. Medusa ham bu yoki qatdandir mashhur bo'lib qolmaganlar. Ular ko'p mehnat qilganlar, o'zlari ustida ishlagan va hozirda mevasini ko'rmoqdalar. Ya'ni qarab ketmoqdalar. Hozirda 41 bo'la tez orada ularni video kontentlari juda va qiziqarli. Ko'rganinglar meni ham mehnatimni qadrlang, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi kuncha xayr.